Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Farhod aka mana bizdan katyol olgani kelibdilar. Ancha yillik mijozimiz. Bugun qaysi katyol olgani keldingiz Farhod aka? Bugun 4-4. To'rga to'rt O'zi katyol. asosiy 4-2 ishlatamiz bitta uyga. Bu ikkita uy bo'lgani uchun 4-4 ishlatyapmiz. Asosan qanaqa sistemalarga qo'yasiz buni? Shu двухтрубный, однотрубный с двумя разводками. Katyollar bunaqa bo'lmas edi. Har bitta stigida vart qilinardi. Choki bo'lardi. Keyin bitta ikkita joydan obязательно namlanardi. O'zimiz qo'rardik, yopib borardik. Hozir endi bunaqa rivojlanib, buklanib, kraska, rezba, Listik iplarda buklanib chiqyapti. Hozir siz topli dom haqida fikrlaringizni eshitib qolamiz. Topli domda kichkina kvadratlar bo'lsa, bitta banya, bitta oshxona shularga qo'ysa bo'ladi buni. Katta ob'yom haddan tashqari kvadrat katta bo'lsa, narigi dumaloq katyollar. Dumaloq katyollar. Bu katta davleniyaga. Bu kichkina joyga buni ham qo'shsa bo'ladi. Qo'shyapmiz ham. O'zi sizni fikringizcha diplomat katyollar ekonomichnimi yo bo'lmasa dumaloq gibrid katyollarmi? Bizga bu yoqadi. Bilmayman. Bu qanaqasi biz uyda egasidan so'raymiz. 300 anavi boshqa piramida katyol 450 yoqsa, bu 300 oyiga yoqar ekan. Bu ekonomichniy. Bu kamroq gaz ketadi. Bo'ldi. Eshitdinglar, hamma katyollarni qaysi biri ko'p rasxod qiladi, qaysi biri kam rasxod qiladi, shu to'g'risida ham ma'lumot berib o'tdilar. Agar sizlarga ham mana shunaqa katyollar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol To'plidomga murojaat qilishinglar mumkin.